Alloh bersin. Ko'tar olib ketdi qoldik. Endi gapiring. Abbos, gapir eshitaylik. Hammani tabriklayman jahon chempionati chiqqanimiz bilan. Qanday o'yin, qanday o'tdi? O'yin haqida ayting. O'zingizlar ko'rdinglar, zo'rsiz. Gol yutqizmadik. Qasos. Revansh olindi. Hozir O'zbekistonning o'yini sal qiyinroq o'tadi, chunki hamma nimani bizada bo'ladi, ko'p odam ko'rsatadi. O'ylaymanki, yaxshi o'tdi bugungi o'yin. Terma jamoa bosh murabbiy qanday ko'rsatmalar bergandi aynan himoyachilarga? Akalar zo'r beryapsiz, savollar bor. Javob. Bunaqa narsa aytilmaydi aka. Bu savolga javob berish qiyin. Xo'p, keyingi savol. Bu yoqqa ham o'ting. Nishonlash qanday bo'ladi? 10-da. Qiynayapti. 10-da nishonlash qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Barcha oldinda aytib qo'yish kerak emas. Hozir butun O'zbekiston ko'ryapti sizni. O'zbekistonlik muxlislarga, sizning muxlislaringizga fikrlaringiz. Salom nima? Salom. Tabriklaymiz hammani. Ha. Bo'ldi. Bo'ldi. Ha? Hozir yig'lavoradi aka. Tabriklaymiz, zo'r o'yin. Rahmat. Abbos, Men keturaymi? turing. Do'stingizning yonida turing. Do'st bo'lsang, Abbos. Xo'p, Abbos, tabriklayman. Juda og'ir o'yin, juda og'ir yo'l bosib o'tildi va yangi tarix yaratilyapti shu haqida. Alhamdulillah. Bu g'alabaga erishishni butun xalqimiz juda ko'pdan beri kutdi. O'zbekiston futboli, O'zbekiston xalqi jahon chempionatiga chiqishga haqli edi deb o'ylayman, chunki bu ajoyib jamoa bilan chiqmasa, ketdik, ro'shalik chaqyapti. Uyat bo'lardi. Xudoga shukr, bu uddaladik. Alloh bersin. Ko'tar olib ketdi qoldi.